Mana shu birovni yaxshi ko'rib qolish, yomon ko'rib qolish masalasida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Imom Termiziydan. U zot aytadilar: "Ahbib habibaka hawnamma." Do'stingni o'rtacha yaxshi ko'rgin. Bir kun kelib, u seni dushmaningga aylanib qolishi mumkin. Dushmaningni o'rtacha yomon ko'rgin, ehtimol bir kun u do'stingga aylanib qolishi mumkin. Bu nima degani? Hamma ishingda o'rtacha bo'l degani. Yaxshi ko'rasan, o'rtacha yaxshi ko'r. Yomon ko'rasan, o'rtacha yomon ko'r, chunki o'zgarib qolishi mumkin holat. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, asallohu an yaj'ala baynakum va baynal ladina a'adaytum minhum mawadda, vallohu qodir, vallohu g'afurur rahim." Ehtimol Alloh siz bilan sizlar dushmanlashib yurgan kimsalar o'rtasida bir do'stlikni paydo qilib qo'yar. Alloh qodir,